Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Germaniya hukumatı bu yil sentabr oyida cho'ng saylov o'tkazadigan bo'lib, asosliq siyosiy partiyalarning tashqi siyosiy kishilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Yeşil partiyasining bosh ministri nomzodi Annalena Baerbockning bildirishicha, Yevropa bilan Xitoy kompartiyasi bo'lsa demokratiya bilan diktator o'rtasidagi raqobat munosabati ekanligi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishini hazozul kuch bilan kengaytirishini, Sharq Turkiston Uyg'urlarining kishilik huquqi daxli taruz qilish va Huawei tor qurilish masalalariga qatnashish yoki qatnashtirmaslik masalalarida Xitoy kompartiyasiga qarshi qattiq pozitsiya tutishga chaqirgan. Navbatda Yeşillar partiyasi Germaniyada ommaviy qo'llashda birinchi o'rinda ekan. Yeşillarning Umid yulduz deb ta'riflanayotgan Yeşillar partiyasining qo'sh raislaridan biri bo'lgan 40 yoshlik Annalena Baerbock bir qancha kundan buyon Germaniya siyosatidagi qad ko'tarayotgan va matbuotlarning cho'lpini bo'lgan hamda yosh saylovchilarning yoqtirishiga erishgan. U 20 aprel Frankfurter Allgemeine Zeitungning ziyoratini qabul qilganda, davlatning bexatarligi va umumiy qiymat uchun keyingi hukumatning duch keladigan muhim masala bo'lsa, Xitoy kompartiyasi mustabidligi bilan o'zaro ta'sir ko'rsatishning boshqa usulini qo'llanish ekanligini, Amerika bilan birlashib Xitoydagi inson haqlari tajovuziga qarshi jazo yurgizishni, Huawei qatorliq Xitoyning digital tor iqlimlarining Yevropa davlatlaridagi asosiy ul aslaha qurilishlari sohasiga singib kirishini cheklashni, Yevropaning bexatarligi uchun Xitoydan keladigan xavflarga jiddiy muomala qilishni tashabbus qilgan. Shuning bilan birga Rossiyaning Ukraina chegaralarida paydo qilgan jiddiychilik uchun Rossiyani jazolash fikrini o'tirib qo'ygan. Qozog'iston Olmuta shahrida 500 dan ortiq kishi yig'ilib, Batarda o'tkazilgan yerlarni xususiylashtirish qonunining nihoyat oz sondagi kishilarning davlatning 80% dan ko'pragini monopol qilishiga sabab bo'lganligiga e'tiroz bildirish, shundaqla Xitoy kompartiyasining bir balvoq bir yo'l qurilishining amaliyotda bir qarz to'ziq ekanligiga, Xitoy Qozog'istonning ishlab chiqarish iqtidorini o'tkazishga munosabatlik 55 mablag' solish turining Qozog'iston zaminiga joylashganligiga qarshi norozilik bildirib namoyish qilgan. Xalqning bu norozilik namoyishi hukumatning qo'llashiga erishgan. Qurilayotgan Qozog'iston Demokratlar partiyasi shanba kuni tushda Qozog'iston davlatining eng cho'ng shahri Olmuta va poytaxt Nur-Sultonda yig'ilib namoyish o'tkazgan. Bu cho'ng ko'lamli namoyishda ikki talab o'tirib qo'yilgan bo'lib, biri Qozog'istonning yer qonunini tuzishga kirgizish va yer islohot komiteti yer o'zgartirish loyihasidagi yer monopol moddasiga qarshi turish. Ikkinchidan Xitoyning Qozog'istondagi mablag' solish turlariga qarshi turish. Qozog'istonning qarz to'ziqiga tushib ketishini oldini olish. Bu namoyish Qozog'istonning yer qonunini tuzishga kirgizish va yer islohot komitetining yer o'zgartirish loyihasidan kelib chiqqan bo'lib, Qozog'iston prezidentining taklifiga asosan Qozog'istondagi dehqonchilik yerlarini chet elliklarga setish va ijaraga berish, butunlay chet el idorchiligidagi korxona, chet el mablag' aralashgan shirkatlar, chet el mablag' solgan tadqiqot apparatlari ma'ni qilingan. Ammo taklifda chet elliklarga qumliq va cho'l jaziralarda o'rmonlik barpo qilishga 25 yil ijaraga berishga ruxsat qiladigan moddami bu namoyishning sabablaridan ekanligi bildirilgan. Xitoy dunyodagi eng cho'ng boylik iste'molchisi davlat bo'lish bilan o'tgan 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy o'zliksiz to'xtamay tashqi boylik izlayotgan bo'lib, u energiya transport liniyasini qo'g'dash uchun Janubiy dengizdagi egilik huquqini kengaytirishdan boshqa yana g'arbiy cho'ng quruqlikni taraqqiy qilib, texnik ko'p boylik izlash va yer yetishni nishon qilgan. Xabarlar qilganda Xitoy bilan Qozog'iston 55 cho'ng turga o'rtaq mablag' solgan bo'lib, umumiy mablag'i 27 milliard 300 million Amerika dollariga yetgan. Buning ichida 10 dan ortiq tur tamomlangan, 8 tur to'xtatilgan va amaldan qoldirilgan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden'ning bir asrdan ortiq yil ilgari yuz bergan ichinishli voqealar to'g'risida muvozanatsiz, adolatsiz va haqiqatlarga xilof so'zlarni qilganligini bildirib, Turkiya Türk xalqiga irqiy qirg'inchilik tamg'asini uranmaysizlar degan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinet yig'inidan keyin muhim bayonotlarni e'lon qilib, Amerika prezidenti Joe Biden'ning 1915-yildagi voqealar nomida irqiy qirg'inchilik deganligi qattiq norozilik bildirib, buni radikal armanlar va Turkiyaga qarshi bo'lgan guruhlarning besimi bilan deganligini bilamiz. Amerika va Yevropa agar biz bilan tarix masalasida musobaqaga tushmoqchi bo'lsa, ular insonlarning yuziga qaramaydigan ahvolga kelib qoladi. Buni biz emas, Yevropalik tarixchilar shunday degan. Agar irqiy qirg'inchilik deydigan ishinglar bo'lsa, aynaki qarab yetib gap qilishinglar lozim. Osmonli Arman nopasini boshqa joylarga pog'lamagan, faqat yerini almashtirgan. Ularga bir hafta vaqt bergan va qiyinchilik bo'lganlarni mustasno tutgan. Ularning soni Amerika dokladlarida eng ko'p bo'lganda 600 ming deyiladi. Ammo haqiqiy son buningdan oz dedi. Hamda ayni vaqtda armanlar qirg'in qilgan turklarning kollektiv mozorliqlarining nurg'un joylarda tepilganligini, biroq hech qanday yerda armanlarga tabi mozorliqlarning tepilmaganligini alohida ta'kidlab, 24 aprel tarixida insoniy tragediyaga munosabatli hech qanday voqea yuz bermaganligini bildirgan.
Erdoğan yana 1915-yil 24-aprel Osmanlı dövletiga qarshi harakat qilgan tashkilotlarni tarqitib, 235 katta besh tutilgan kun. Ermen qor guruhlari Osmanlı armiyasi yoki shaharlarni qo'g'dayotgan askarlar bilan to'qnashmay, qo'lida to'mirning so'niq yo'q kishilarni qirg'in qilgan. Barliq haqiqatlar o'ttirib tursa, amdilikda Türk xalqiga irqiy qirg'inchilik tamg'asini o'ranmaydiganligini. Tarixda yuz bergan voqealarni tadqiq qilish va haqiqatlarni o'ttirg'i chiqarish ishini siyosatchilar emas, tarixchilar qilish kerakligini. Yıllardan beri deyilayotgan Ermen davaları meselesinde ortak tarix komiteti qurish takliflarining hozirgacha javob ololmaganligini qayd qilgan. Hindistonda Xitoy virusining yuqum ahvoli yuqori pallaga yetgan bo'lib, 25-aprel yakshanba kuni e'lon qilingan diagnoz soni 350 ming bo'lgan. Bir kunda diagnoz qo'yish va qazo qilganlarning soni davomli rekord yaratmoqda. Doirlar o'liklarning jasadini bir taraf qilish uchun vaqtliq jasad ko'ydirish o'rnini qurishga majbur bo'lgan. Yuqumning ig'irlashiga ergishib Hindistondagi nurg'un shaharlar jiddiy uqtirish chiqarib, o'zlarining amdi haddidan ko'p bemorlarga taqabul turolmaydiganligini. Oksigen va karavot kamchil bo'lg'achqa Dehli va boshqa joylardagi doktorxonalar bemorlarni qabul qilishni rad qilgan. Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilganlarning sonining tez sur'atda ko'payishi sababidan jasad ko'ydirish o'rinlari yetishmay Dehli hukumati vaqtliq jasad ko'ydirish o'rni qurib, Xitoy virusi sababidan qazo qilganlarning jasadini keng ko'lamda markazda ko'ydirishga majbur bo'lgan. Yuqumning tarqalishini tizginlash uchun sahya xodimlari ommani uyda tursimi cho'qim maska taqishni talab qilgan. Hindiston bosh ministri ishxonasi dushanba kuni o'tgan 2 yilda pensiyaga chiqqan, kasb almashtirgan barliq harbiy tibbiy xodimlarni yuqumning oldini olishga yordamlashga qayta chaqirgan. Hozirga qadar Angliya, Kanada va Singapurni o'z ichiga olgan 12 davlat va rayon Hindistondan uçgan aeroplanlarni cheklagan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika, Angliya va Yevropa birlashmasidagi nurg'un davlatlar o'zlarining Hindistonga kerakli yordamda bo'lganligini bildirgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Hindistan'a 2600 nəfər tibbi xadim əvətib, oksigen, dala doktorxanası və təcrübəxana üskünləri qatarlıq yuqumdan aldın eliş materialları bilan təminləydiganligini, ciddi əməlləşdirdiganligini bildirgan. Çamg'ur qadimdan tartib iste'mol qilinib kelayotgan an'anaviy yerlik ko'ktatlarimizdan biri. U boshqa ko'ktatlarga qaraganda arzon ham uzoq mezgil saqlashga qulaylik bo'lishdagi ortiqchiliklarga ega. Oilalarda çamg'urni uzoq mezgil iste'mol qilish orqali nurg'un kasalliklarni oddiy usul orqali davolag'ili bo'ladi. Çamg'ur o'pkani sog'lomlashtirib, nafasni ravonlashtirish, o'pkani tozalab, balg'am bo'shitish, yo'tal to'xtatish, yangi tug'ilgan bovoqlarning chuchukini elish, terini asrash, teriga ho'llik yetkazish, qavziyatni davolab, kuchay xizmatini ravonlashtirish, miyaga ho'llik yetkazib, uyqu keltirish qatorliq jihatlarda nurg'un foydali taraflari bor. Kundalik turmushda kam bo's bo'lmaydigan ko'ktatlarning biri. Çamg'urni iste'mol qilishda go'sht bilan qo'shib sho'rba qilib, cho'chira, sho'yla, suyqash qatorliq tamoqlarga yumg'oq sut, ya'ni osh ko'ki bilan qo'shib ishlatilsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Çamg'ur Uyg'ur tibobatida birinchi darajalik o'pka dorisi bo'lib, ta'mi tatliq, badanga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Çamg'urda vitamin mo'l bo'lib, har qanday tamoq bilan birga iste'mol qilishga bop keladi. Çamg'ur sho'rbasi qilib ichishga qulaylik. Erlar çamg'urni yaploq to'g'rab, yog'liq go'sht, saviz bilan qo'shib iste'mol qilsa manfaat qiladi. Çamg'urni qo'noq uni yoki bug'doy uni, guruch taomlari yoki suyuqash, lag'manga qo'shib yesimi nihoyat yeyishlik bo'lib, odamning ichki a'zolarini tozalaydi. Çamg'ur beshidan çamg'ur ko'kining shifoliq roli cho'ng bo'lib, u börekni yashartib, odam badaniga kerakli bo'lgan mo'l oziqlik moddalarni yetkazib beradi. Hozirgidek Xitoy virusi keng tarqalayotgan mezgilda çamg'urni texmi ko'p iste'mol qilish tavsiya qilindi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.